Tinchlikmi onasi? Negadir tobim yo'q. To'r o'rningdan yig'ishtir, tashlama ishingni. Hali kirlarni yuvishim kerak. Uylarni yig'ishtirishim kerak. Ovqat qilishim kerak. Hozir o'tib ketadi jonisi. Voy, buga hamma ishni men o'zim qilaman onasi. To'r o'rningdan. Kel, seni sog'lig'ing kerak menga. Bas damingni ol. Kir. Rahmat dadasi. Nimaga rahmat deysan onasi? Axir sen meni yarimim bo'lsang, seni asrab avaylash meni burchim. Shunda ham o'zi ko'p mehnat qilasan. Bu uy ishlari ko'zga ko'rmagani bilan seni ancha toliqtirib qo'yapti. Aytgancha, o'zi ayol kishi ojiza bo'ladi. Ularni asrab avaylash biz erkaklarning vazifamiz. Shunday ekan, noqulay holga tushmagin, xo'p? Sen menga sog'lom keraksan.